Assalomu alaykum. Sho'xtila bunachilar deb shuhratam boshladi. Xudo xolasa Bekif boshlashtirib berdi. Xudo xolasa Urganch O'zbekiston gastitsasida finalistlarimizni aniqlashni boshlashtirdik. Xudo xolasa soat 12 ga aytilgan. Hozir ichanning atmosferasini sizlarga ko'rsataman. Ketdik. Jaloliddin spiska bo'yicha girish tursan xudo xolasa. Finalistlarimiz. Necha finalistimiz bor? 37 o'xshaydi. 37 finalistlarimiz bor. Xudo xolasa qaranglar. Bu yerda finalistlarimizni joylashtirganmiz. Bu yerda ustalarimiz joylashgan. Bu yerda ustalarimiz, bu yerda blogerlarimiz. Yana xudo xolasa katta to'y bo'ladi. Ko'p odam so'raydi-ku bizdan, so'ragan odamlar uchun bunda finalistlarimiz uchun o'ynaladigan o'yinlarimizni qimmatbaho sovg'alari bo'ladi. Xudo xolasa bunda telefon nomerlari bilan qo'yganmiz. Yana telefon nomerlari. Birinchi, ikkinchi papalyatga ketaveradi xudo xolasa. Yana chiroyli qilib dasturxon bezaganmiz. O'yinni boshlashtirganini sizlarga aytaman. Finalistlarimiz hali kelishda davom ettiribdi xudo xolasa. Yangi yil ertalaridan bezatilgan gastitsa xudo xolasa kimni shunday ishlari bo'ladigan bo'lsa bemalol murojaat qilasizlar. O'zbekiston gastitsa nomer 1. Obunachilar Rozar Market obuna bo'lib qolsangiz immuniy podarkalar bor, ha, yangilar xudo xolasa. Dimko'p. Nasi yo'q, ya, nodida ограничение yo'q, dimko'p. Cheklanmagan deb o'zbekcha uzr ayta olmadim. Shuni olishib bersang zo'r bo'lardi. Mashina ichida kam ketami? Yo'q, paket yo'q ekan, hozir qo'yib kelaman. Buzilib ketadi deysanmi? Qo'y, paket urmasa. Bana çay yürüselim mi? Endi bu donus ustamız bo'ladi, bu donus ustamız. Sho'xtila bunachilardan edimi lan? Vay ya. Gang xudo xolasa yana gechakasan probka bo'lib dedi, gap tutdi, ayna ustalarimiz gap tutdi. Kelavering xudo xolasa yana spiska bilan kirizaveramiz. Yana g'alatan batirliqda keldi. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Bayram muborak bo'lsin. Bayram tabriklaringizni izhor qilishingiz uchun mikrofon taqdim qildim. Rahmat. Hamma xush kelibsiz. Shu barakaliz kompaniyasi. Yaqin bormasa shu bo'lmaydi. Shunday tadbirlarni tashkillashtirib, odamlarni xursandchilik keltirib, turibsizlar. Ishlaring salomat. Hamma shu imoratda ishlayib turibdi. Hamma ishni omad, yana yengil hammangizga baxt omad keltirsin. Mikrofonda söylüyor versinler. G'alata, qo'shmasam savdo chasini 15 million so'm bo'ladi. Shu vaqtda biz gamejazlar aytaylik. Sizlar 15 million so'mga bajarasizlar, 5 million so'mga chekdi savdo tutmashingiz mumkindir. Ishonasizmi shu vaqtda shunga? Nonga aytaysiz, o'ylantirasiz, bu o'shaga kredit chaqirishlar turibdi. To'g'risi ishonmayapman. Ishonmayapman. Nonga aytasiz ichidan. Endi Xudoni bari yani. 5 million so'mlik kupon bor ichida. Xolos barakalistonga 5 million so'mlik taxta bachab ketasiz, xolos siz pulni olib ketasiz. Endi Xudoni bari yani. Siz omad tilayman. Boshqa ishtirokchilar ham lekin siz ham shu 5 million so'mlik kuponni tutib olashingizni tilayman. Va omad. Rahmat. Demak, qadrli va hurmatli mehmonlar, sizning diqqat e'tiborlaringiz markazida G'ayratbek akamiz mana shu barakaliz Kaliso Fortunasini omad g'ildiragini aylantirmoqdalar. Bu yerda qanday yutuq chiqishi mutlaqo G'ayratbek akamizning omadlari. Hayajonli daqiqalar, agarda qo'llarimiz bo'sh bo'lsa, qarsaklarni hozirlab tursak bo'ladi. Va televizor. Qarang, bu yerda televizor hamda oshxona mebeli o'rtasida turibdi nazarimda, to'g'rimi? Yaxshilab qarasak, Yaxshilab qaraydigan bo'lsak, televizor. Nasibangiz yarim santimetr televizor tomonga o'tganini ko'rishimiz mumkin. Tabriklaymiz. Siz televizor sovrinini qo'lga kiritdingiz. Qarsaklar bilan o'xshagan holda G'ayratbek akamizni qutlaymiz. G'ayratbek aka, marhamat. siz imorat etgan vaqtda tushxona bo'sh turgan, shöyle televizor kerak bo'lib turgan, endi Nasibangiz tartib keldi. G'ayratbek aka, o'zi Barakaliz kompaniyasi xodimlari, ularning servisi haqida fikrlaringizni izhor qilsangiz biz uchun nihoyatda ahamiyatli. Navbatda shu taxtalari yaxshi kачествоsi.
bazalara nispeten arzakta stavkası var, sıfatı, hemmesi, işlerin amad dilemek. Fakat alga, hediye, gazına basın. Rahmat, tashakkur. Sizga ham omad, muvaffaqiyat har doim yor bo'lsin. Yangi yil bayrami uchun Barakaliz kompaniyasi tomonidan ajoyib sovg'aga ega bo'lmoqdasiz va keyingi yilda 2026-yilda ham samarali hamkorliklaringiz davom etishiga biz tilakdoshmiz. Rahmat, tashakkur. Oyun için hazır böyle televizyon hakem yapman, yani hakem yapmaz. Bugünden keyin onu siz paketasiz, izleyecekler sen. Rahmat. Qarsaklar o'g'ishda sizni o'z joyingizga kuzatib qo'yamiz. Bayramni ajoyib kayfiyatlarda davom ettirish uchun. Qo'shko'pir tumanidan Habibulloh og'a 9107 telefon nomerlari. Demak, Qo'shko'pirlik hurmatli mehmonimiz Habibulla akamizni taklif qilmoqdamiz. Habibulla aka, keling. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Bayram muborak bo'lsin. Bayram tabriklaringizni izhor qilishingiz uchun mikrofon taqdim qilindi va shu bilan bir qatorda kompaniya haqidagi fikrlaringiz ham muhim. Assalomu alaykum. Shukr esa omad tilimiz. Ishga kelishaversin. Fikrlaringizni izhor etishingizni iltimos qilgan bo'lar edim. Sizni nima aynan xizmat ko'rsatish jarayonidami yoki kompaniya mahsulotidami e'tiboringizni ko'proq jalb etdi? Nima sizni aynan mana shu kompaniyaning mijoziga aylanishingizga sababchi bo'ldi? Kompaniya xushmuomalasi. Ko'p gap yo'q. Hammasi zo'r. Rahmat. Sotuvchi sotadi size. Şöyle to'xtaz aytdim. Xushmuomala xodim hozir aniqlanadi. Balki yilning eng xushmuomala xodimi nominatsiyasini aynan sizga mahsulot sotgan xodimga taqdim qilar ma'muriyat. Taxminan shu atuşda ham bo'ladi. Otabek, Qani Olanazar, Nomidov Olanazarna bizning eng yaxshi sotuvchilardan yapishmoqda. Otabek, assalomu alaykum. Bayram muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Bu e'tirof siz uchun. Harsaklarni chalib qo'ydik Otabek uchun. Mesela Otshay, 201'ga yurib bir aylantiringlar, omad tilab, siz ham shu 5 millionlik bir voucher tushishini tilab qolamiz. Demak, Otabek tomonidan xizmat ko'rsatilgan hurmatli Habibulla akamizga navbatda qanday sovg'a tushishini aniqlab olamiz. Habibulla aka, sizga omad yor bo'lsin. Hayajonli daqiqalar. Demak, $100 mukofotga ega bo'lmoqdasiz. Gulroz qarsaklarini chalib qo'yaylik azizlar. $100 voucher sizga taqdim qilinadi. Mikrofon sizga taqdim qilindi. Marhamat, bayram tabriklaringizni izhor qilishingiz uchun. Bu yerda hozir bizning YouTube'dan, Instagram'dan blogerlarimiz var. Bu kameralar shularniki. Sizning yaqin odamlaringiz, siz sinfdoshlar, do'stlar, siz oilalaringiz ham ko'rib turgan bo'lishi mumkin. Ularga kengingizdan bir yaxshi tilaklar bo'lsa, hozir vaqtida. Uring hozir. Eshitamiz. Ben Instagram'dan televizyonda Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Hamma yaxshi ko'radigan insonlaringizni yaxshi ko'rasiz deya e'tirof etmoqda Farruxbek. Tashakkur. Farruxbek, endi to'g'ri tushunasiz. Har bitta ishtirokchi mehmon ham mikrofon orqali xuddi siz kabi notiqdek gapira olmasligi mumkin, tortinadi, kamtarlik qiladi. O'zbegim demak, xalqiga xos bo'lgan xususiyat bu. Keyingi ishtirokchimizni taklif qilamiz. Kelingan jarayonni sal optimallashtirish uchun bu birdaniga 3 ta finalistni taklif etsak va ketma-ketlikda aylantirsalar. Zohir og'a, Xonqa Olajon, Zokir og'a 99-90 nomerlari. Zokir akamizni taklif qilamiz. Zokir aka, shu yerdamisiz? Xonqalik yana bir mehmonimiz. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Bayram muborak bo'lsin. Egambergan og'a Qo'shko'pir tumanidan 1175 nomerlari. Egambergan akamizni taklif qilamiz. 1175 telefon raqamlari egasi. Umurbek og'a Chapayev Urganch tumanidan 9109 nomerlari.
Umirbek akamizni ham lutfan chorlab qolamiz. 9109 telefon raqamlari egasi. Assalomu alaykum, bayram muborak bo'lsin. Xush kelibsiz. Zokirjon, siz boshlab berasiz. Bunda mikrofon, agar tilaklaringiz, yaxshi gaplaringiz bizlarga o'zingizga mikrofon va keyin boraman. Barakaliz. Xodimlarni hammasini ishlar nomi 2026-yil eng omadli yillardan biri bo'lsin. Rahmat, tashakkur. Men shu barakalizni ishlarni omad tilayman. Bundan keyin toza yilda bundan ham toza izlanishda aksiyalar qilib, xalqimizni xushnud qilib yuraylik. Rahmat. Salomat bo'ling. Bayram sizga ham muborak bo'lsin. Barakalizni ishlarni omad. Shu endi toza yillarda shu mashina qo'yib o'tirish xalqimizga berish nasib etsin. Ilohim aytganingizdek bo'lsin. Salomat bo'ling. Bayram muborak bo'lsin. Ajoyib kayfiyatlarda tadbirimizni davom ettirar ekanmiz. Galda Zokir aka boshlab berasizmi? Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Eng ajoyib sovg'alar ishtirokchilarimizga taqdim qilinadi. Sanoqli soniyalar bizni ajratib turibdi. Qaysi sovg'a aynan Zokir akamizniki ekanligini aniqlab olishimizdan. Va Zokir akamizga 100 AQSh dollari. $100 voucher taqdim etiladi. Yulduroz qarsaklari sadosi ostida azizlar, katta rahmat ishtirok uchun. Egam bergan ham, rasida. Egam bergan akamizning sovg'asini aniqlab olamiz. Gaz plitasi taqdim etiladi azizlar. Yulduroz qarsaklarini chalib qo'ying. Va bu ajoyib sovg'alardan biri voucherni sizga topshiramiz. Yirik sovg'alarimizdan birisini egam bergan ham mutfaqli tabriklaymiz egam bergan. Navbatdagi ishtirokchimiz sekingina aylantirib qo'ydilar. Oshxona mebel eng katta qimmat sovg'alarimizdan birisi. Eng qimmatbaho sovg'alardan biri oshxona mebelini qo'lga kiritmoqlar. Yulduroz qarsaklar sadosi ostida ularni kuzatib qo'yamiz. Ishtirok uchun katta rahmat. Demak, biz taqdim qilinayotgan sovg'alarga belgi qo'yib qo'yamiz va keyingi ishtirokchilarimizni taklif etishga taraddud ko'ramiz. Va qadrli mehmonlar, mikrofon qarshisiga chiqqaningizda bayram tabriklari bilan bir qatorda kompaniyaga takliflaringiz bo'lsa, kompaniya haqida ijobiy yoki boshqacha fikrlaringiz bo'lsa, buni ham izhor etishingizni so'ragan bo'lar edik. Bu nihoyatda muhim va 2026-yilda sizning fikrlaringizdan kelib chiqqan holda yanada muvaffaqiyatli va samarali faoliyat yuritishni biz rejalashtirganmiz albatta. Navbatdagi ishtirokchilarimiz marhamat. Mijozlarimizni kelib ketish analizini o'z minidan qarasangiz, hafta bozorida hafta yog'ish olishda asosan 95%, 98% erkek hisoblangan. Erkek mijozlarimiz keladi. Kamdan kam ayol mijozlarimizga o'zimiz ko'rib, biz bularni dim qo'llayamiz. Lekin shularning orasida biz sanoqli mijozlar, lekin ham omadli shouga tushishimiz qiyin. Ular orasida omadli shou dim qiyin, ya'ni kamyob qolsa. Shulardan birisini Shukurjon ana Bog'ot tumanidan Shukurjon onamiz uchun alohida qarsaklarni iltimos qilmoqchimiz. Onajon, assalomu alaykum. Bayram muborak. Xush kelibsiz. Tabriklaymiz. Va sizni mana shu bayram tadbirida ko'rish nihoyatda quvonchli, nihoyatda bizga o'ziga xos bir kayfiyatlarni taqdim etmoqda. Buni Farruxbek e'tirof etib o'tdilar. Sizdan tabriklarni qabul qilish ham alohida ahamiyatli marhamat. Avvalambor hammangizga yangi yil qutlug' bo'lsin. Barakatli bo'lsin. Oilangizga tinchlik, shodlik ato etsin. Bu mehmondorchilik uchun, e'tiborlarimiz uchun, bu barakali xodimlarga, rahbarlarga mingda bir rahmatlar olsun. Allah razı olsun. Qaraversa, bu tadbirkorlik ham juda yaxshi chiqdi. 97-yilda boshlangan ekanlar. Demak, undan oldingi yillarda joy solgan qo'shnilarimiz o'zlarimiz bor. Og'ash topmasdan taranga bilan bosib berdilar.
Demek buların halka hizmeti juda katta. Shuning sifatli, yaxshi taxtalar, halka kerakli qurilish materiallarini olib kelib turibdilar. Menda bir rahmat. Yana bir bor rahmat. Tashakkur. Sizga ham alohida rahmat. Karvonimiz hech qachon to'xtamasin, adashmasin. Minnatdormiz e'tirof uchun, fikrlaringiz uchun tashakkur. Sherikboy og'a va Mansur og'alar. Sherikboy og'alar bormi? Sherikboy akamiz taklif qilamiz. 42-46 telefon raqamlari sohibi hamda Mansur akamizni lutfan chorlab qolamiz. 22-70 telefon raqamlari egasi. Keling. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Marhamat. Fikrlaringizni izhor qilishingiz uchun mikrofon taqdim qilamiz. Shunchalik yaqinlashtirasan, men tushunmadan qo'lmoq tutadilar bilan. Bu yerda ekran o'zindanmi? Rahmat, salomat bo'ling. Bormi? Assalomu alaykum. Hammani keladigan azizlar bilan tabriklayman. Ishlaring salomat. Shuncha yaqinroq borib turadi, salamcha deb. Katta rahmat. Sog' bo'linglar. Tashakkur hamkorligingiz uchun, ishonchingiz uchun. Siz birinchi Shukurjon onamiz boshlab beradilar, xudo xohlasa. Marhamat, Shukurjon onamizga adashmasam, oshxona mebel nihoyatda ayni muddao bo'lgan bo'lar edi, to'g'rimi? Xo'p. Aylantiramiz. Yoki kir mashinasi ham bor bu yerda. Kelinlaringizga ajoyib tuhfa bo'lgan bo'ladi nazarimda yangi yilga. Yoki mini xolodilnik, ya'ni muzlatgich ham ayni muddao bayram tabrigiga qarang. Onajon, sizga mini muzlatgich taqdim qilinmoqda. Yoqdimi sovg'a? Mana shu mini muzlatgich sizga taqdim qilinar ekan. Bayram yana bir bor sizga muborak bo'lsin. Ajoyib kayfiyatlar har doim hamroh bo'lsin deymiz. Yangi yilni zo'r kayfiyatda oila bag'rida nishonlash hammamizga nasib qilsin. Tabriklaymiz. Gulduros qarsaklarni chalib qo'yaylik azizlar. Onajonimiz nihoyatda fayzli, farishtali bugungi oqshomimizning eng hurmatli ishtirokchilaridan biri. Davom qilamiz. Navbatda hozir biz mini xolodilnikni belgilab qo'ydik. Bu xolodilnikda 2 dan hammasidan ikkinchi safar belgilaganimizda biz plastikidan belgilab o'tamiz. Shu navbatda hamkorlarimizni e'tirof etib o'tish kerak deb o'ylayman. Reklama deymi? Albatta. Barcha texnikalarni arzon va sifatlatib bizlarga yetkazib berib turgan eng yaqin bizning hamkorimiz Texnobozor katta rahmat aytamiz. Bu hamma texnikalarimiz, hamma shu sovg'alarimiz bizlarga shu tez-tez yetib berib turganimiz hammasi bu Texnobozor mahsulotlari va alohida rahmat aytib qo'yamiz. Undan boshqa bizning barakalisida har juma kunlari savdomiz, yirik savdolarimizda juma kungi sovg'alarimiz bor. Bu sovg'alar barchasini Ro'zg'or market Urganch shahrida joylashgan Ro'zg'or market yetkazib beradi. Shu olajakda ham bu sovg'ani olganlar rahmat aytadi. Ichida sifatli yaxshi o'zi chiqqan. Ro'zg'or market hamkorimiz ham beklardan beriladi. Tabriklaymiz ularni. Rahmat, tashakkurlarimizni so'raymiz. Demak, Texnobozor hamda Ro'zg'or market hamkorlarimizga. Shu bilan bir qatorda bugungi tadbirimizni tasvirga tushirayotgan Asihpol teleradio kompaniyasi jamoasiga ham bayram muborak. Xizmatlaringiz uchun tashakkur, rahmat izhor qilamiz va davom etamiz. Marhamat. Siz omad. Texnik nosozlik. Demak, davom etmoqdamiz. Omad g'ildiragi aylantirildi. Navbatdagi ishtirokchimizni aniqlab oldik. Ularning sovg'asini hozir topamiz. Va mini muzlatgichdan sal stelkamiz o'zgarmoqda, hali to'xtagani yo'q. Wow, молодец. Kupon, barakaliz 5 million so'm. Gulduros qarsaklarni chalib qo'yamiz. Super yutuqlardan biri. Hech narsa yomon emas degani hozir masalan bu narsa tushib ketdi. Shuni balansini yo'qotganligi uchun mini xolodilnikdan orqaga qaytib nashingiz bunday bo'ldi. Yana shu tushib ketgan ham bir yaxshilik bo'ldi. Sizni eng katta YouTube'dan tabriklaymiz.
5 milyon so'mlik kupon barakalisi tabriklayman. Rahmat. Yaxshi qilib qaraganingizdan Xudoyim Rahmat. Yine berekeli isten omadli show deb nomlangan yangi yil aksiyasi o'z nihoyasini yetdi. Hamma yana finalistlar o'zini podarkalarini olish uchun bera yig'ildi. Ya zo'r bo'ldi tashkil. Ustalar ham zo'r tuzdilar. Mazza qildik, yeb ichib o'tirdik. Jo'ramiz men uchun suyum katib, chiroylatib aylantirib berdi. Yanaga yangi yillar bilan tabriklaymiz. Rahmat o'zingizdan hamma podpishchilaringizga yetgan yangi yillar bilan tabriklayman. Asosan sizni musofirda o'tirgan bratlarimiz ko'radi. Bratlar hammangiz kuch quvvat bersin. Shu pulni saqqan o'ringlar, xudo xolasa biza taxta og'ashni sari yetkazib beramiz. To'g'rimi Shadar? Rahmat. Atush jo'ramiz. Xudoga xohlasalar o'yin ochilishini shunday joy toplaylik fotografiya. Xudo xolasa chaqiramiz. Yine mijozlaringizni tarqatib turibsizlar, ha? Hammasini sovg'alari. Hammasi. Bu yangi yilda necha 36 odam tarqatdingizlar? 37 odam. 37 odam bo'ldi. 37 odamni xudo xolasa yangi yilda qo'shib Yaxshi. Hem imoratlarni dikladilar, hem içine iş texnika sovg'alarni egalari bo'ldilar. Yine yangi yilni zo'r kayfiyat bilan kutadigan bo'ldilar. Bu xunib bo'lib barammi? Niraklarim bo'ldi. Qani toza yildan ham qo'y berasizlar endi? Xudo xolasa barakali istashib obunachilari, ya klientlari aktiv bo'lib bizdan kuzatib tursa, tez-tez shuni yangiliklar qo'yib boraveramiz. Rahmat. Birgalikda. Rahmat. Biz esa shuning bilan videoroliklarimizni yakunlaymiz. Agar yoqqan bo'lsa albatta like'larni bosing. Shu uy elataman degan, joy quraman degan, imorat qilaman degan odamlarni omadini beraversin. Barakali is bilan birgalikda yog'och, taxta mahsulotlarni qurib olib, imoratlaringizni qurib, shu uylarda to'ylar qilish, yaxshi kunlarda birgalikda yaxshi kunlarni o'tirish hammamiz ham nasib etsin. Kirib kelayotgan yangi yillar hammamiz uchun omadli bo'lsin, baxtli bo'lsin. Ishqilib hamma vaqt shundatib yurtimizda to'ylar, tashkillar, shoular bo'laversin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Inshaalloh mena bir narsa o'tibdi, navotdingiz. Kuxuni mebel o'tdingiz, ha? Vohay, tashkil zo'r bo'ladi endi. Birata superdan tushgan vaqtimda qiziqli yeri bo'ldi-dan. Podarkam keyin kam $100 deb aytilgan-ku. Mama podarkamni beringlar degan. $100 mi? Beringlar, men kerakmi deyishimiz degan. Bunga qarang. Massa $100 berersa, ma'muni bering. Mana shunaqa. Men odam aytdim, qistonma, yangi yilda uyingizga bir chiroyli vaziyat. Haqqani shu vaqtida men $100 so'ramadim. Endi kerakmi-da $100? Yurtdisi shunaqa, hamma mijozimizni yuzida kulgu. Baram bor. Indiki yil xudo xolasa beramiz deb aytolamiz, lekin qo'ldan kelgancha mashin qo'yamiz, shunaqa siz aytgansiz, mashin qo'ying. 3-faslimiz nasib etsa mashin qo'yib beramiz. Yetami? Bo'ldi, yetadi. Mijozlarimiz bir quvonsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sen rahmat. Rahmat. Havitaylar nima bo'lsa klientlar xudo xolasa qo'yib berdi. 2026 hamma yeri omadli